Hurmatli o'quvchilar, 10-dars va 10-darsning mavzusi 我能做芝麻 我能做芝麻 shu yerga o'tirsam bo'ladimi deb tarjima qilinadi. Yangi so'zlarimizga qaraymiz. Birinchi so'zimiz 工作 工作 ishlamoq ham ish degan ma'noni bildiradi. Bu ikki xil so'z turkumi bo'lib kelishi mumkin. Ishlamoq bu fe'l so'z turkumi yoki ish bu ot so'z turkumi bo'lib kela oladi. Xo'p, keyingisi kan shu kitob o'qimoq. Kan shu kitob o'qimoq. Keyingisi zuo o'tirmoq. Zhuozi parta. Dianao kompyuter. Baba和mama ota-ona. Buni biz birgalikda fumu ham deyishimiz mumkin ekan. Keyingisi matnlarni ko'rib chiqamiz endi. Xo'p, 桌子上有什么 partaning ustida nima bor? 桌子上有一个电脑和一本书 桌子上有一个电脑和一本书 partaning ustida bitta kompyuter va bitta kitob bor. Keyingisi 杯子在哪儿 bakal qayerda? 杯子在桌子里 bakal stolning ustida, stolning ichida. Xo'p, keyingi matnimiz 前面那个人叫什么名字 oldingi tomondagi anavi odamning ismi nima? 他叫王芳 在医院工作 uning ismi Wang Fang. U demak qayerda ishlaydi? Iyuan kasalxonada ishlaydi. 后面那个人叫他叫什么名字 orqa tomondagi anavi odamning chi demak e'tibor beramiz. Bu gapning oxirida keladi va bu anavi chi anavi odam chi deb tarjima qilinadi. Xo'p, 他叫什么名字 uning ismi nima? Orqa tomondagi anavi odamchi uning ismi nima? 他叫谢鹏 在商店工作 uning ismi 谢鹏 u qayerda ishlaydi? 商店工作 do'konda ishlaydi. Keyingi matnimiz. Xo'p, 这有人吗 bu yerda odam bormi? Ya'niki bu yerda kim bor o'zbek tilida? 没有 hech kim yo'q, hech kim yo'q. Bu yerda misol uchun endi 这有人吗 deb aytadigan bo'lsak, ikki xil tarjima qilishimiz mumkin. Bu yerda odam bormi yoki bu yerda kim bor? Bu asosan o'ringa nisbatan berilyapti. 没有 hech kim yo'q. 我能坐在这儿吗 我能坐在这儿吗 men bu yerga o'tira olamanmi? Qila olamanmi? Ning e'tibor beramiz. Ning bu ham modal fe'l, ning va xo'y modal fe'llari asosan imkoniyatni bildiradi va bular demak ning vaziyatdan kelib chiqib o'sha ishni qila olish yoki qila olmaslik, xo'y esa qobiliyatdan kelib chiqib o'sha ishni qila olish yoki qila olmaslik. Bu yerda esa bu yerda o'tirish yoki o'tira olmaslik o'sha yerda joyga nisbatan kimnidir bor yoki yo'qligiga qarab o'sha yerda o'tira olishi mumkin. Demak bu vaziyatdan kelib chiqib o'tira olmoq ma'nosini bildiradi. Shuning uchun ham bu yerda ning ishlatilyapti. 请坐 iltimos o'tiring deb tarjima qilinadi. Keyingisi yangi so'zlarga bir qaraymiz va grammatikasini ham tushuntirib beraman. 桌子 parta, 电脑 bu kompyuter degan.
Keyingisi bin. Bu ham hisobso'z va bin asosan kitoblarga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun ibn shu, liang bin shu. Bitta kitob, ikkita kitob deb tarjima qilinadi. Keyingisi qianmian oldingi tomon, homian orqa tomon. Qianmian oldingi tomon, homian orqa tomon. Zhi bu yer, nar ana u yer. Demak, yaqindagi narsa joy uchun ishlatadigan bo'lsak, zhi bu yer bo'ladi. Nar esa ana u yer, uzoqdagi narsalar uchun joy uchun ishlatiladi. Agarda buni narsaga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, zhi mana bu, na ana u bo'lar edi va joyni bildirish uchun buni oldidan or qo'shimchasi qo'shilayotgan ekan. Keyingisi non bu modal fe'l va bu asosan egadan keyin asosiy fe'ldan oldin ishlatiladi va bu vaziyatga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun, men bu yerda o'tira olamanmi? Bu yerda demak odam bor yoki yo'qligiga qarab o'tirish yoki o'tirmasligi mumkin. Bu vaziyat. Keyingisi sham. Demak sham degani ustki tomoni degani. Sia esa pastki tomon. Li ichkarigi tomon. Va degani. Homian orqa tomon. Mei yao yo'q degani. Zuo esa o'tirmoq deb tarjima qilinar ekan.